Qoraqalpoqlar va terekemalar. Tarix, madaniyat va bugungi hayot. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan ikki turkiy xalq haqida so'z yuritamiz. Ular ko'pincha chalkashadi. Biri qoraqalpoqlar, ikkinchisi terekemalar. Ularning tarixiy ildizlari, yashash joylari va taqdirlari farq qiladi, lekin o'xshash jihatlari ham ko'p. Bugun biz bu farqlarni va o'xshashliklarni aniq qilib tushuntiramiz. Qoraqalpoqlar kimlar? Qoraqalpoqlar turkiy xalqlar oilasiga mansub, Qipchoq guruhiga kiruvchi etnik xalq. Ular asosan O'zbekiston tarkibidagi Qoraqalpog'iston, hozirgi Suverenitet Respublikasida yashaydilar. Ularning nomi Qora qalpoq degan ma'noni bildiradi. Qadimda qora rangli yungli papak kiyish ularning an'anaviy belgisi bo'lgan. Tarixi. Qoraqalpoqlar tarixiy manbalarda 14-17 asrlarda Amudaryo va Orol dengizi bo'ylarida yashagan. Dehqon va chorvador qabilalar sifatida qayd etilgan. Ularning kelib chiqishi Qipchoq urug'lariga borib taqaladi. Tarixda ular ko'plab ko'chishlar, qiyinchiliklar va urushlarni boshdan kechirishgan. Asosiy yashash joylari hozirgi Qoraqalpog'iston Suverenitet Respublikasi, Xorazm viloyati atrofidagi hududlar. Madaniyatlari. Qoraqalpoqlar o'zining boy folklori, gilamchilik, yog'och o'ymakorligi, kuylari va xalq raqslari bilan mashhur. Ularning tili Qipchoq guruhiga kiruvchi qoraqalpoq tili bo'lib, o'zbek va qozoq tillariga juda yaqin. Ularning eng buyuk adabiy merosi Ajniyoz Berdah kabi shoirlar ijodi. Qoraqalpoqlarda Orol dengizi o'ziga xos ramziy ahamiyatga ega. Orol qurishi ularning hayotini butunlay o'zgartirib yubordi. Bugungi kunda qoraqalpoqlar o'zligini saqlash uchun kurashmoqda. Ekologik muammolar, iqtisodiy qiyinchiliklar ularning asosiy dardidir. Biroq yoshlari madaniyat, ta'lim va ekologiya sohalarida faol ishlashmoqda. Terekemalar kimlar? Terekemalar turkiy elatlardan bo'lib, tarixiy ravishda Kavkaz, Ozarbayjon, Turkiya va Eron hududlarida yashab kelgan guruhdir. Ular ko'pincha qoraqalpoqlar bilan sinonim sifatida ishlatiladi. Terekema so'zining kelib chiqishi terekeme so'zi arabcha tarakima turkmanlar so'zidan kelib chiqqan. Bu nom tarixda ko'chmanchi yoki yarim ko'chmanchi turkman urug'lari uchun ishlatilgan. Terekemalar asosan Ozarbayjonning Qozoq viloyati, Gruziyaning Borchali vodiysi, Turkiyaning Kars, Ig'dir, Ardahan hududlari, Eronning Sulduz mintaqasida yashashgan. Ba'zi tarixchilarga ko'ra, terekemalar O'g'uz turklaridan, boshqalar esa kumuklar bilan bog'liq deb hisoblashadi. Ular tarixda ko'chmanchi, chorvador bo'lib, keyinchalik dehqonchilikka o'tishgan. Terekemalar madaniyati Ozarbayjon va Kavkaz turklarining an'analari bilan uyg'unlashgan. Ular gilam to'qish, chorvachilik, xalq raqslari va kuy qo'shiqlari bilan mashhur. Ularning tili Ozarbayjon turkchasining g'arbiy lahjasi. Diniy e'tiqod. Terekemalar asosan sunniy hanifiy musulmonlari, biroq Eron va Ozarbayjon
ayrim guruhlar Shia Jafariy e'tiqodida bo'lgan. Bugungi holati bugungi kunda terakkamalar ko'pchilik joylarda ozarbayjonli yoki turk sifatida ro'yxatga olingan. O'zbekiston hududida ularning kichik guruhlari mavjud bo'lishi mumkin, lekin rasmiy statistikada alohida ko'rsatilmaydi. Ularning madaniyati asosan Ozarbayjon diasporasi bilan bog'liq tarzda saqlanmoqda. Qoraqalpoqlar va terakkamalarni farqi va o'xshashligi. Qoraqalpoqlar terakkamalar Qipchoq urug'laridan, O'g'uz qumuq urug'laridan. O'zbekiston, Qoraqalpog'iston, Ozarbayjon, Gruziya, Eron, Turkiya qoraqalpoq tili Qipchoq lahjasi. Ozarbayjon tilining g'arbiy lahjasi asosan dehqonchilik, baliqchilik, asosan chorvachilik, yarim ko'chmanchi Orol dengizi madaniyat markazi. Kavkaz va Ozarbayjon madaniyati bilan bog'liq. Hanifiy sunniy musulmonlar, Hanifiy sunniy va qisman Shia guruhlari. Xulosa: qoraqalpoqlar va terakkamalar tarixda turli yo'llardan kelgan, lekin turkiy ildizlari bir bo'lgan xalqlar. Qoraqalpoqlar O'zbekistonning shimolida Orol va Amudaryo bo'ylarida o'zligini saqlab kelishsa, terakkamalar Kavkaz va Ozarbayjon orqali tarixiy o'zgarishlarga moslashgan. Bugun ularning har ikkalasi ham o'z urf-odatlari, tili va madaniyatini asrab avaylash yo'lida kurashmoqda. Agar sizga bu mavzu yoqqan bo'lsa, videoni yoqtirishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Qoraqalpoqlar va terakkamalar haqida siz qanday fikrdasiz? Izohlarda fikringizni qoldiring.